Bayatni yağman şu qığının üstüde mağdam. Sizlar qığının üstüde mağda deb qaraysizlar, manga yerimning hammasi qo'naq ekan. Mana qarab baqsaq, makalninki qığıdan chiqqanning hammasi qığıdimi bakrak jiqroq qo'naq mana. Hammasi qo'naq. Qo'naq nima ta'sak ungidekli qo'naq ekan. Endi buni ya maning ichidan terib untatib, ya malga vagan olmaydi, ya bizmi yelanmaymiz buni. Shuning uchun şu silos vasqa vaqtga alayda diqqat qilishimiz kerak. Ya'ni ko'kvash oldida besishimiz lozim. Mana bir isrofchilik shunday yerlardan bizga baxmachilikdan ziyon yeb keladi degan gap. Ma'u asli malcharuning badinda sutga yoki go'shtga aylanib ketsa bo'ladi. Bir zavodning ichiga kirib pishiqlab ishlanmayli to'kib o'tgandeklar bir ish, isrofchilik. Shuning uchun silosni vaqtida besishga alayda ahamiyat berishimiz lozim. Yuqorqi so'zlagan ilmiy baxmachilik bilimlarining asosi bor deb qaramsiz. Agar taklif fikrlar bo'lsa, inkas rayonida deyshaylar. Filmni oxirigacha ko'rgan baxmish do'stimiz yurakni besib etib inkas rayoniga 5 raqamini yo'llab qo'ying. Haqiqiy amaliyot ishlatgan bo'lgan ilmiy baxmachilik bilimlarini davomli sizlarga yo'llab turamiz.